Toshkentdan mashina sotib olganman. Kelishilgan pulning bir qismini oldindan berib, qolganini oyma-oy berib borishga kelishganman. Qarzdan to'liq qutulsam, mashina mening nomimga o'tadi. Har oy Toshkentga pul jo'natishim kerak. Lekin sotuvchi aytayaptiki, ilgari men bilan kelishuvdan oldin u bankdan 0% ga mashina olgan ekan. Mendagi ma'lumotga qaraganda ribo sharti bor. U ham har oy bankka pul to'lab borar ekan. U menga ortiqcha ovora bo'lmay har oylik to'lovimni, ya'ni qarzimni uning oylik to'lovi uchun o'tkazib borishimni aytayapti. Rosti menga uning bankdagi pul o'tkazishi osonroq va xavfsizroq. Kvitansiya olib yig'ib borishim mumkin. Bunda riboga sherik bo'lmaymanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Shariatda shunday qoidalar borki, havola deyiladi. Ya'ni bir odam birovdan haqqi bor, birovga qarz to'lash kerak, lekin bu odamni boshqa odamdan qarzi bor. Uchinchi odamdan qarzi bor. Shunda baribir qarzni olib unga bergandan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri meni qarzimni unga olib borib bergin degan masala bor. Bu joiz hisoblanadi. Modomiki ikki tomon, uchala tomon shunga rozi bo'lib, shuni bilib turgan bo'lsa. Endi bu yerda meni o'ylashimcha savol berayotgan odamni shubhaga solayotgan narsa bu sotgan odamni bankdan qarzi bor. U bankdan nimadir olgan va uni nazarida bir ribo holati bor. Shuning uchun deyapti. Yo'q, unga ahamiyati yo'q. Bu odam o'zini zimmasidagi o'sha mablag'ni to'layapti. Unga to'ladimi yoki bu odam qarz bo'lgan bankka to'ladimi, buni hech qanday uning uchun ahamiyati yo'q va zarari yo'q. Mana shu holatda aksincha bunga osonroq ham ekan. O'zlari aytgandek, menga to'g'ridan-to'g'ri unga o'sha o'zimni yurtimda turib to'laganim ma'qulroq deyapti. Ana shuni qilsalar joiz hisoblanadi. Allohu a'lam bissavob.